Ramazon oyida juda ham ko'p insonlarni qiynaydigan savollardan bittasi, muammolardan bittasi shuki, og'iz bo'shlig'idan badbo'y hid yoki yomon hidni kelishi. Shuni hisobiga odamlar gapirishga uyaladi, kimdir oldiga borishga, uchrashuvlarga borishga uyalishi mumkin va eng yomoni ko'pchilik o'ylaydiki, bunga umuman chora yo'q deb o'ylashadi. Aslida esa buni albatta har tomonlama sog'lig'ingiz uchun ham zararsiz va ro'zangizga ham zararsiz bo'lgan yechimi bor. Bugun shu haqida gaplashamiz. Keling, birinchi o'rinda og'iz hidlanishining asosiy sabablari qanday? O'shalar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda bu ro'za paytida biz suv ichmaganligimiz hisobiga og'iz bo'shlig'imiz quriydi. Qurigan og'iz bo'lgani hisobiga u yerda so'lak kamayadi. Bilasizki, so'lak bu og'izning tabiiy tozalovchisi hisoblanadi. Shuni hisobiga so'lak kamaydi, tozalovchi kamaydi, shuni hisobiga og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar ko'payadi va og'iz hidlanishining eng asosiy sabablaridan bittasi aynan shu bakteriyalarni mana shunday sharoitda ko'payishi hisoblanadi. Agar og'iz bo'shlig'ingizda, ayniqsa mirklaringizda qizarishlar, shishlar, qonashlar bo'ladigan bo'lsa va ba'zi bir holatlarda og'izdagi kavaklar, ya'ni karies natijasida kelib chiqqan holatlar bo'ladigan bo'lsa, bu og'iz bo'shlig'idan keladigan noxush hidlarni yana ham kuchaytirib yuboradi. Ikkinchi sabab va eng katta sabablardan bittasi bu og'iz bo'shlig'idagi tish toshlar, ya'ni tish toshlar milk ustida yoki milk ostida bo'lishidan qat'iy nazar, bu og'iz bo'shlig'idagi holatni hidini ayniqsa kuchaytiradigan holat hisoblanadi. Nima uchun? Chunki siz yillar davomida yoki kerakli paytda og'izni professional, ya'ni stomatolog tomonidan tozalashga bormaganligingiz oqibatida tishlardagi toshlar ko'payib, nalyotlar yoki karashlar deb aytamiz, ovqat qoldiqlari natijasida kelib chiqadigan karashlar ko'payish holatida og'iz bo'shida bakteriyalar rivojlanishi uchun sharoit paydo bo'ladi, ya'ni joy paydo bo'ladi. Bu esa borib og'iz bo'shlig'i hidi doimiy badbo'y bo'lishiga va juda ham noqulay ahvolga kelishiga sabab bo'ladigan eng katta sababchilardan biri hisoblanadi. Mana sabablarni ham ko'rib o'tdik. Endi og'iz hidlanishida qanday yo'qotish mumkin? Buni ketma-ketligi qanday? Hozir shu haqida gapirib beraman va videoni oxirida sog'lig'ingizga mutlaqo bezarar bo'ladigan va eng muhimi juda ham katta samara beradigan bir uy sharoitida o'zingiz bemalol tayyorlab og'izni xushbo'y qiladigan bir usulni ham aytib o'taman. Birinchi yechimlardan bittasi bu. Albatta bu og'iz bo'shlig'ini tish shotka bilan va tish pasta bilan yaxshilab yuvish deyiladi. Endi savol tug'iladi. Ro'za bo'lsa, tishimizni agar tish pasta bilan shotka bilan yuvsak, og'zimiz ochilib ketadimi? O'zi aslida og'iz ochish uchun ro'zani, ya'ni tomog'ingizdan qanaqadir ovqat qoldiqlar, ovqat yoki bir qanaqadir suv o'tishi kerak bo'ladi. Agar siz tishingizni ehtiyot bilan, tish shotka bilan, ehtiyotli bilan yuvsangiz, bunday holatda ro'za ochilmaydi. Lekin biz mutaxassis sifatida sizga shuni tavsiya qilgan bo'lardikki, saharlikdan keyin, ovqatlanib bo'lganingizdan keyin og'iz bo'shlig'ini shoshmasdan, iloji bo'lsa ko'proq vaqt ajratib, yaxshilab kamida 2 daqiqa tishlarni yuvish kerak bo'ladi. Va eng muhim jihatlardan bittasi biz stomatolog tomonidan tavsiya, iloji boricha tishni tish pastalar tayyorlayotgan paytda, bunaqa paytda juda ham xushbo'y effekti bor tish pastani tanlamagan ma'qul. Chunki ro'za payti har xil noqulay vaziyatga tushib qolmasligingiz uchun. Va keyingi masala faqat tish bilan chegaralanib qolish, ya'ni faqat tishni yuvamiz bo'ldi. Yo'q. Aslida esa 60% holatlarda badbo'y hid keltirib chiqaradigan bakteriyalar, asosan ovqat qoldiqlari tilni yuzasida bo'ladi. Shuning uchun siz tilni ham tozalashga katta e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Chunki tilingizni yaxshilab tozalashingiz, ya'ni tozalash deganda xohlasangiz tish shotka bilan yoki o'zini maxsus tishdan tillarini tozalaydigan o'zi maxsus nimalar bo'ladi, qurilmalar bo'ladi. Mana shuni yaxshilab tishlarni tozalashingiz tish og'iz bo'shidagi badbo'y hidni 60% gacha kamaytiradi. Bu esa sizga bo'lgan, o'zingizga bo'lgan ishonchni yana ham oshiradi. Keyingi e'tiborli jihatlardan bittasi bu iftordan keyingi og'iz bo'shlig'ingizni parvarishi. Ya'ni siz yeyotgan ovqatingizga ham katta e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ko'p holatlarda biz chegaralashimiz kerak bo'ladi. O'ta yog'li ovqatlar, juda ham shirin ovqatlar yoki shirinliklar va achchiq ovqatlarga ko'proq iloji boricha kamaytirishga harakat qilishimiz kerak. Chunki bu ovqatlar og'iz bo'shidagi mikrobni yana ham ko'paytirib yuborishiga va yana ham rivojlanishiga olib keladi. Bu esa o'zingiz bilganingizdek og'iz bo'shidagi hidni yana ham kuchaytirishga olib kelishi mumkin. Va iftorlikdan keyin, ovqatlanib bo'lganingizdan keyin albatta tishlarni shoshmasdan boya aytganimizdek 2-3 daqiqa yaxshilab yana yuvib tashlashga va uxlashdan oldin ham tishlarni yana bir bor yuvishga katta e'tibor berishga harakat qilishingiz kerak. Yana bir muhim jihatlardan bittasi bu to'g'ri suv ichish, ya'ni suvlar doim kerakli miqdorda, kerakli balansda ichish kerak bo'ladi. Shuning uchun miqdori 1,5-2 litr saharlik paytida va iftordan keyin ham suvni ko'proq ichishga ko'proq e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Chunki ko'proq qancha suv ichilsa, og'iz bo'shlig'i namlanib turish ehtimoli va namlanib turish sifati ham shunga yarasha yaxshi va ishonchli bo'ladi. Bu borib tishlardagi yoki og'iz bo'shlig'idagi badbo'y hidni miqdorini juda ham kamaytirib, sezilarli darajada kamaytiradi. Yana ba'zi bir holatlar bo'ladi. Shunday holatlarda siz og'izni yuvish imkonisiz bo'ladigan vaziyat bo'ladigan bo'lsa, o'zi maxsus og'iz bo'shlig'ini tozalovchi eritmalar bor. Faqat e'tibor berish kerak bo'ladi. Bunday eritmalarda spirt yoki uni analoglari, ya'ni shunga o'xshash bo'lgan moddalarsiz bo'lishi kerak. Iloji boricha tabiiy mahsulotdan tayyorlangan og'iz eritmalari bor. Mana shu og'iz eritmalarini ham chayib turishingiz kerak bo'ladi va bu hidni darhol yo'qotilishiga va og'iz
bo'shlig'idagi shu mikroblarning soni kamayishiga olib keladi. Ana endi men hozir yuqorida sizga bergan va'damga vafo sifatida bemalol uy sharoitida tayyorlay oladigan va eng muhimi sog'lig'ingiz uchun zararsiz bo'ladigan va aksincha foydali bo'ladigan, nafaqat og'iz bo'shi badbo'y hidni ketkazadigan, balki og'izni tozalaydigan, ya'ni antibakterial xususiyatga ega bo'lgan bir usulni aytib o'taman. Bu usul qalampirmunchoq usuli hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir qalampirmunchoq olinadi, quritilgan qalampirmunchoq va mana shu qalampirmunchoqni ikkita usulda foydalanishingiz mumkin. Birinchisi, siz uni bittasini olib, albatta bu saharlikdan keyin bo'lishi kerak, og'iz yopishdan oldin og'izga olib bittasini chaynab ko'rasiz. Chaynaganda og'iz tozalanadi, badbo'y hidlar ketadi. Ikkinchi usuli bor, bu usul qaynatish usuli hisoblanadi. Ya'ni ma'lum bir qalampirmunchoqni olib, toza suvda qaynatib, uni sizib olgan, doka bilan sizib olgan holatda suviga agar chayib turilsa, og'iz bo'shlig'ini boya aytganimizdek antibakterial xususiyati borligi uchun bakteriyalarni kamaytiradi, nafasni rostlaydi, ya'ni nafas yana ham ishonchli bo'ladi va eng muhimi badbo'y hid kelmaydi, yomon hid kelmaydi va shuning oqibatida sizda sog'lig'ingizga mutlaqo bezarar bo'lgan va aksincha foydali bo'lgan mana shunday usullardan bemalol uy sharoitida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu usul og'iz bo'shlig'ida mana shu jarayon effekti, ya'ni samaradorligi 4-5 soat davom etadi. Bu esa bemalol odamlar bilan gaplashishingizda o'zingizga bo'lgan ishonchni yana ham mustahkamlaydi. Agar siz mana shu yuqorida aytib o'tilgan barcha sabablarni qildingiz, har xil vositalardan foydalanib ko'rdik, shunday bo'lsa ham baribir og'zingizdan noxush hid ketmayapti, yomon hid ketmayapti. Bunday holatda nima qilinadi? Agar bunday holatlar kuzatilayotgan bo'lsa sizda, demak buni boshqa sabablari bor. Ya'ni bunda tishlaringizda yoki milklaringizda qattiq yumshoq to'qimalarda yallig'lanish bo'lishi mumkin yoki tish toshlaringiz shu darajada ko'pki yoki shu darajada chuqur joylashganki, bunday holatlarda badbo'y hid kelishi nima qilmang ham baribir og'izdan bari hid kelaveradi va eng katta yo'nalishlardan bittasi bu og'iz bo'shlig'ida balkim karieslar bo'lishi mumkindir. Demak, bunday holatlarda nima qilinadi? Bunday holatlarda siz birinchi o'rinda albatta shifokor, ya'ni professional mutaxassisga borib uchrashishingiz kerak bo'ladi. Chunki bunday holatlarda eng asosiy sabab siz tish toshlaringiz o'zingiz tozalay olmaysiz. Chunki tish toshlari bu tishlarga mahkam birlashib olgan tosh shaklidagi nalyotlar yoki qattiq narsa bo'lib, u milklarga ham zararlidir va o'tdagi mikroblarga yoki bakteriyalarga uy sharoitining vazifasini bajarib, u yerda mikroblar ko'payib, badbo'y hid keltirib chiqarish uchun juda ham katta muammo keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatda siz xohlagancha qattiq shotka ishlatsangiz ham, ko'p ishlatsangiz ham bunday holatlarda siz tish toshlarini tozalay olmaysiz. Bunday holatda sizga professional chistka yordam beradi. Agar siz bunday vazifalarni qilmaydigan bo'lsangiz, borib milklaringizda qonashlar, shishlar va borib o'sha yerda tishlaringiz hattoki qimirlab ketish jarayonlari ham kelib chiqishi mumkin. Buni oldini olishning eng oddiy va sodda yechimi va albatta professional mutaxassisga uchrashingiz kerak bo'ladi. Bunday vaziyatda biz professionallar nima qilamiz? Ya'ni sizni tishlaringizni, o'sha milklaringiz atrofini yaxshilab o'rganib chiqqan holatda, agar toshlar bo'ladigan bo'lsa, chunki ko'pincha milklarning yallig'lanishiga va badbo'y hid kelishiga aynan toshlar sababchi bo'ladi. Demak, mana shunday holatda biz mutlaqo emalingizga, ya'ni tish to'qimangizga va yumshoq to'qimaga, milklaringizga umuman bezarar bo'lgan usullar yordamida, ya'ni tishlarni ko'chirib, toshlarni ko'chib tashlaymiz. Va tish toshlari ko'chgandan keyin u yerni biz shu maxsus airflow degan apparatimiz bor, ya'ni nalyotlarni ham tishlarga va emalga va eng muhimi milklaringizga mutlaqo bezarar bo'lgan holatda tishlardagi, milklardagi hamma zararli to'qimalarni olib tashlanadi va bu suv yordamida maxsus parashoklar yordamida qilinadi. Bu esa tishlaringizni toshlar tozalanishiga, og'izdagi nafasingiz yana ham rostlanib, yana ham bir chiroyli bo'lishiga va toza ozoda bo'lishiga va noxush hidlarning yo'qolishiga asosiy katta sababchi bo'ladi. Eng muhimi bu jarayon mutlaqo og'riqsiz amalga oshiriladi va eng ko'pi bilan 20-30 daqiqa vaqtni oladi. Biz Restom klinikamizda siz azizlarimiz, kuzatuvchilarimiz uchun doimiy ravishda sizlarni o'ylagan holatda juda ham yaxshi sharoitlarni qilib borishga harakat qilamiz va aynan mana shunday takliflardan bittasi, ya'ni bizni klinikamizda professional chistka uchun juda ham bir zo'r, hammaga yoqadigan taklif ishlab chiqqanmiz. Restom klinikamizda professional tish tozalash xizmatimiz hozirgi kunda 900 mingdan boshlanadigan bo'lsa, siz azizlarimiz uchun ro'za Ramazon, muqaddas ro'za Ramazon oyida savob umidida va bizdan katta sovg'a bo'lish natijasida bir zo'r taklif tayyorladik. Ushbu taklif natijasida, ya'ni 15-fevraldan 20-mart oralig'igacha agar siz murojaat qiladigan bo'lsangiz, aynan shu xizmatimizdan foydalanadigan bo'lsangiz, sizga juda ham bir katta yaqiningizga sizning nomingizdan va bizning nomimizdan hadya bor. Ya'ni bu qanday
qanday ishlaydi? Siz bizga kelasiz va bizdan ushbu professional chiskamizni xizmatini sotib olasiz va mana sotib olganingizdan keyin xohlagan bir yaqin insoningizga yana bir xuddi shunday professional chiska xizmatini hadya qilishingiz mumkin bo'ladi. Endi u bo'lishi mumkin, turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, aka-uka, opa-singillaringiz bo'lishi mumkin yoki yaqin do'stlaringiz bo'lishi mumkin. Mana shunday insonlarga hadya qilsangiz, biz o'sha inson uchun xuddi sizga qilganimizdek professional chiskamizni mutlaqo bepulga sizning nomingizdan hadya tariqasida taqdim qilamiz. Bu mana shunday ro'za Ramazon oylari uchun siz azizlarni biz bilan bo'lganingiz uchun va mana shunday holatda hadyalar berishda va savob umidida va shunday mana shunday insonlarga yordam berish umidida mana shunday taklifni ishlab chiqqanmiz. O'zi demak professional chiskamizga nimalar kiradi? Bunda demak yaxshilab bitta osmotr qilib diagnostika qilamiz, ya'ni aniqlaymiz tish toshlari qayerda joylashganligini. Bundan tashqari biz tishlarni toshlarini ko'chiradigan maxsus tishlarga, emallarga mutlaqo va milklarga mutlaqo bezarar bo'lgan apparatlar tish toshlarini ko'chiramiz va undan so'ng tishlarni maxsus tishlarni ichlarigacha kirib borgan karashlarni tozalay oladigan va mutlaqo xavfsiz bo'lgan air flow usuli bor. Mana shu air flow usulida yaxshilab tozalab chiqqandan keyin oxirgi etap, ya'ni yaxshilab polirovka qilinadi. Mana shunday holatda tishlaringiz toza, ozoda va eng muhimi keyingi tosh yig'ilishi ham kamayadigan holatga olib kelib beramiz. Xo'sh, chiskani boshdan oxirigacha qanday bo'lish kerak, qanday ketma-ketlikda va nimalar kirishini bilib oldik. Xo'p, endi murojaat qilishimiz uchun qayerga murojaat qilishimiz kerak degan savol turayotgandir. Xo'p, buning uchun siz ushbu hadyani olish uchun bor yo'g'i bir donagina siz uchun arzimas, lekin biz uchun juda ham qadrli bo'lgan bir shartimiz bor. U ham bo'lsa, xos siz mana shu ko'rib turgan YouTube kanalga podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Biz shu obuna orqali siz murojaat qilib kelganingizda ushbu obunani biz tekshirib ko'ramiz. Shuning uchun hoziroq esdan chiqib qolmasidan oldin ushbu YouTube kanalga podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying va mana shunday doimiy hadyalardan doim bahramand bo'lishingiz kerak bo'ladi. Agar obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda ushbu videoning ostida biz maxsus link qoldirganmiz. Agar shu linkni bossangiz, u yerda so'rovnoma bor. Shu so'rovnomadan o'tganingizdan keyin 12 soat ichida bizni adminlarimiz siz bilan bog'lanishadi va ushbu bog'langanda sizga qo'shimcha savollaringizga javob berishadi va eng muhimi biz joylashgan lokatsiyani tashlab berishadi va mana shu lokatsiya orqali keladigan bo'lsangiz, bizni manzilimiz bu Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Bobur ko'chasida joylashgan. Yana bir savolga javob berib ketishim kerak. Endi to'g'ri, masalan, ro'za paytida biz davolash jarayonlari ozgina chegaralangan bo'lishi mumkin, chunki ro'za ochilib ketish xavfi bo'lishi mumkin yoki shunga o'xshagan narsa. Shuning uchun siz azizlarimizga imkoniyat yaratish maqsadida biz iftordan keyin ham siz azizlarimizga vaqt ajratib, ya'ni iftordan keyin toki soat 11 gacha vaqt, kechqurun 11 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bizning mutaxassislarimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizga nafaqat hozir aytganimizdek professional chiska xizmatlar, balki stomatologiyani barcha xizmatlarini, koronka, restavratsiya, plombalar qo'yish, implantlar qo'yish kabi turlarni ham bemalol sizga xizmat ko'rsatishga biz mamnun bo'lamiz. Siz azizlarimizga muhim bir xabarni yetkazib qo'yishim shart, chunki siz azizlarimiz, qadrdonlarimiz uchun ro'za Ramazon oylariga hadyalarimiz bor va mana shu hadyalarimizga sizga maxsus takliflar tayyorlaganmiz. Ya'ni shu ro'za Ramazon oylarida tishsizlikdan, ya'ni tishlar yo'qligidan qiynalayotgan, ovqat chaynashga va shu orqali turli xil boshqa og'ir kasalliklarga duchor bo'lib qolayotgan bir hojatlarimizga zo'r taklif qilganmiz. Ya'ni bizlarga uzoq xizmat qiladigan, ya'ni 30-40 yil bemalol xizmat qilib beradigan ovqat chaynashingizda va o'zingizga bo'lgan ishonchingizda nafaqat funksiyada, balki estetikada ham o'ziga xos bo'lgan All-in-4 yoki All-in-6, ya'ni hammasi 4 ta implantda yoki hammasi 6 ta implantda degan metodlarimizga siz azizlarimiz uchun maxsus narx, ya'ni bizning klinikamizdan siz azizlarimiz, qadrdonlarimiz uchun hadya tayyorlaganmiz. Ya'ni agar mana shu hadyamizni agar siz oladigan bo'lsangiz, $1,500 pulingizni tejab qolishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu hadya haqida to'liq ma'lumot olish uchun ushbu video kanalimda sizlar uchun Ramazon oyi uchun maxsus narx deb nomlangan video chiqarganman. Ana shu videoni agar to'liq oxirigacha ko'rishni sizga tavsiya qilaman. Agar shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, oxirida siz uchun maxsus sizga yoqadigan va boyaga aytganimdek $1,500 pulingizni tejab qoladigan bir hadyamiz bor va mana shu hadyadan bemalol foydalanishingiz va eng muhimi tishsizlikdan batamom bir umrga qutulishingiz mumkin bo'ladi. Aytgancha, mana shu hozir ko'rayotgan videongizni ham oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman, chunki ushbu videoda ham sizga yoqadigan, eng muhimi sizga nafaqat o'zingizga, balkim yaqinlaringizga foydali bo'ladigan bir hadyamiz bor. Siz azizlarimiz uchun, qadrdonlarimiz uchun ko'rib turganingizdek, bizdan xursand bo'lishingiz uchun va mana shunday ro'za Ramazon qutlug' oyda sizlarga foydamiz tegishidan xursand bo'lish maqsadida mana shunday takliflar, mana shunday sizlar uchun sharoitlar yaratib beryapmiz. O'ylaymizki, mana bu sharoitlardan, ushbu hadyalardan siz unumli foydalanasiz va
Agar iloji bo'ladigan bo'lsa, ushbu hadyalardan boshqalar ham kengroq foydalanish uchun, ko'proq odamlar ko'rish uchun ushbu videoga layk bosib, mumkin bo'lsa kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, kimni qadrdon bilib bilsangiz, yaqiningiz deb bilsangiz, mana shunday insonlarga jo'natib qo'ying va biz sizlarni qabulimizda ko'rib turganimizdan judayam doim xursand bo'lamiz.